hech qachon unutmaylik. Balchiqda chidamizmi? Ko'klarda uchib yuribmizmi? Hech qachon unutmaylik. O'tadi. Baxt nima desiz? Dunyo matohidan kimga nima yetmayotgan bo'lsa, shunga yetishlikni baxt deydi. Kambag'al boyligini baxt deydi. Kasal odam sog'ligini baxt deydi. Eng og'ir gunohni bilasizmi? Eng og'ir gunohlardan bo'lgan dahshatli gunohni aytaymi sizgaki, ko'p odam o'shan bilan do'zaxga kirib ketdi. Alloh beruvchi qilib qo'yganiga shukr. Sizni Alloh shunaqa darajaga yetkazibdimi? Siz ham berishni biling. Olishni bilgan odam berishni ham bilish kerak. Faqat o'zim Yaloqxo'rning g'ururi bo'lmas. Yetti bukilib turaveradi. Kim kuchli bo'lsa bas o'shanga laganlik qilib yuraveradi. Nega qayg'uryapsan? Allohdan xayrlisini so'ragan sen emasmiding? Ko'rmayapsanmi, xayrsizlarni uzoqlashtirdi sendan. Ha, ayriliqlar og'irlik. Qarzdan qutulish duosi bor. Payg'ambarimiz aytdilar, ertalab kechqurun shunday deng: Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika. Eng ajib narsa shuki, qabrda yotgan mayyit uni ruhi tanasiga qaytarib kirgizilgandan keyin ustiga tuproq tashlayotganini eshitib yotadi. Birodarlar, bir fikr qilib ko'ringlar. Alloh nasib qilsa, tinch qilsa, sog' bo'lsak, ro'zaga chiqamiz. Mana ro'za tutamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Ramazon ro'zasini tutdi bir odam. Lekin yolg'on gapni to'xtatdi. Ha, qiyin zamon. Lekin nima qilamiz? Shu davrga to'g'ri keldi hayotimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ya'ti alan nasi zamanun as-sabir. Bandam deydi Alloh taolo, menga nafl ibodatlarni qilishlik bilan tobora yaqinlashib boraveradi, shu bandamni yaxshi ko'rib qolaman. Bugungi kuningga qara, ertangi kuningga qara. Arzigulik biror narsa bilan bandmisan? Birodar, mayda narsalar seni sindirib olmasin. Himmatni balandroq qil. Oliy himmat bo'l. 3 kishini hech qachon esingdan chiqarma. Seni qiyin kunlaringda tashlab ketganni, qiyin kuningga sababchi bo'lganni va eng muhimi, qiyin kunlar. Insonlar orasida bironta dushmanim yo'q. Hammalarini yaxshi ko'raman, hammalarini haqqiga duo qilaman. Ortimdan tosh otganlarga, yuzimga oyoq bosganlarga. Bunchalik o'zingizni qiynamang, xo'pmi? Nima uchun bo'lsa ham, dunyo matohlari uchunmi, insonlar uchunmi bunchalik o'zingizni qiynalib yashashingizga, qiynab